Nima uchun Farmon bibini hamma keliniga tishi o'tdi-yu, Nigoraga tishi o'tmadi? Nima uchun hozirgi zamonda Nigoralar ko'payib ketdi? Farmon bibi hammani boshqarish usulida e'tiborini birovni kamchiligiga qaratib, muammoni o'rtaga tashlab, muhokama qilib, ayblab o'rgangan bo'lgan. Lekin Nigora sportchi bo'lgani uchun hammani e'tiboriga o'rganib qolgan, g'olib chiqish hissiyoti yuqori, uyatga o'chmaydigan, hammani e'tiboridan qo'rqmaydigan bo'lgani uchun va eng asosiysi mag'lub bo'lishni ham bilgani uchun bu vaziyatlardan osonlikcha chiqib ketgan. Hozirgi zamonda esa yoshlarimiz nafaqat e'tiborga o'rganib qolgan, balki qanaqa bo'lsa ham e'tibor bo'lsa bo'ldi degan fikr bilan yashaydigan yoshlar ham kam emas. Aynan shuning uchun hozirgi kunda Nigora personaji juda ham ko'p.